127 kvadratli polnoценный 3 xonali plus hol qismiga ega bo'lgan kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Polностью yevro remont qilingan, polностью mebel texnikalari bilan bo'lyapti. Qisqacha obzorni qilamiz. Bizlar hozir hol qismida turibmiz. Ko'rishlaringizdek, divan, kreslo, stollar o'rnatilgan, devorlar chiroyli remont qilingan va bu tomonda bizlarda TV zona joylashgan. Ana endi xonalarni ko'rishni boshlaymiz do'stlar. Birinchi xonamiz oshxonadan boshlaymiz. Mana bu yerda bizlarda oshxona joylashgan. O'tirib nonushta qilish uchun stol, stul qo'yilgan, kuxonniy garnitura, gazovый plita, вытяжка, xolodilnik, rakvina va stиральный mashinka ham o'rnatilgan do'stlar. Ana endi mana bu yerda bizlarda mehmonxona alohida joylashgan, kattagina bo'lyapti. Mana shunaqa chiroyli mehmonxonamiz bor, televizor qilingan, parda gilamlar to'shalgan. Kvartiramizni hujjatlari tayyor turibdi. Bir kunda afrons qilib olishingiz mumkin. G'ishtli Novostroyka domda 9 qavat domning 6-qavatida joylashgan. Liftimiz 24 soat ishlaydi. Bu yerda esa bizlarda bolalar yotoqxonasi joylashgan. Bundan tashqari balkon qismi ham bor. Mana bu yerda esa bizlarda kattalar yotoqxonasida shifonyer, kravay, tumbuchka, termolar o'rnatilgan. Kvartiramizni qatarib o'taman, 127 kvadrat bo'lyapti. Dvoxkonturli kotel o'rnatilgan, chobul pollar qilingan. Ana endi sanuzulni ko'ramiz. Kvartiramizda ikkita sanuzul joylashgan, razdельный bo'lyapti. Mana bu yerda birinchi sanuzul, mana shunaqa chiroyligina bo'lyapti. Eshiklar MDF krashini qilingan. Va mana bu yerda bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigimiz smart bo'lyapti. Shitlar yevromontaj qilingan, prixoja mebel o'rnatilgan. Mana bu yerda esa ikkinchi sanuzulimiz joylashgan. Do'stlar, kvartiramizning narxini 159 ming deyaptilar. Yana savdosi bor. Kimga qiziq bo'lsa agar pastdagi nomer telefonlariga telefon qilinglar, arzonroq qilib olib beramiz. Ko'rishguncha.